Assalomu alaykum. Hozir padadianlikni tushunmaganlarga likala qilib ko'rsatib beraman. Xo'p, bozordan padadianlik uchun ikkita sertsa material oldinglar. Bitta sertsamiz 226 da kelayotgan ekan. Xo'p, 226 dan keyin orqasida unaqa qaychini rasmi bor dedim. Mana qaychini rasmi bor. Demak, mana bu tarafi kromka. Demak, sertsani bu oldi materialni. Demak, yopamiz, kromkasiga qilib, materialni teskari machoq qilib, chiroyli qilib tekislab, keyin mana shu qaychidan bu tarafga qarab yopamiz. Padadianlikni bichayotgan. Demak, sertsani ustiga sertsa tushadi. Yaxshilab tekislab, bu yog'i buklov, mana bu yog'i ikkita buklov bo'ldi. Keyin materialni razmerini qilamiz. Demak, enini 230, bo'yini 220 qilib, chiroyli qilib tekislab, kromkalarni kesib olamiz. Keyin ochamiz qaytib. Tikishga tayyorlash uchun sertsani ustiga yopamiz tikish uchun. Keyin mana bu tarafi buklov bo'ldi. Mana bu yog'ini tikamiz. Bu tarafini yarmigacha tikamiz, bu yog'iga zamok qo'yamiz. Shunda mana kalavat ustiga sertsa bo'lib tushadi. Mana endi prostinasini tikamiz, mayda sertsalikni. Prostina bilan nalichga. Buni ham xuddi shunaqa o'ngisini ichiga qo'yib olamiz. Kromkasiga yopishtirib olamiz. Ochiq. Kromkasiga yopishtirib, hammasini to'g'rilab olamiz. Xo'p, mana yoyib oldik prostinasini tekis qilib, hech qatini g'ijim qilmay, kromkasiga qilib, nari tarafi buklov, bu tarafi ochiq, bu tarafi buklov. Xo'p, endi o'lchab kelamiz. Endi qaranglar, shu yerda sertsa bu tarafga qaragan ekan, mana sertsamiz. Mana sertsa bunaqasiga ekan. Demak, prostinada agar hozir bunaqasiga qilganimda yutardim men materialni eni 230 240 ekan. Ozgincha olardim, bu yog'ini 220 qilib 10 cm yutardim. Lekin yo'q, unda xunuk bo'lib qoladi sertsa. Demak, bu bizani kalavatimizni bo'yi bo'ladi. Sertsalarimiz bir bunda tepaga qarab, yonga qarab chiroyli tushish uchun bunimiz bo'yi bo'ladi. 10 cm ortiqcha bo'lsa ham o'zi 240 bu yerda hozir eni. Demak, bu yerdan o'lchab kelaman. O'lchab chizib olaman. Shunda sertsalarimiz chiroyli chiqadi prostinaga. Xo'p. Hozir o'lchab qilib olamiz. 1 metr o'lchaymiz birinchi. 1 metr o'lchab chizib olamiz. 100 cm, 1 metr o'lchab oldik. Endi bu yog'iga 140 cm o'lchaymiz. Shunda prostinamiz 140 bo'ladi. Endi 140 cm qilib chizib olamiz. Demak, 1 metr o'lchadim, keyin yana 140 cm o'lchab oldim. Endi shu o'lchagan joyimizdan chizib chiqamiz. Lerekada. Yo'q bo'lyapti prostinani eni. Hop. Men bunaqa chetiga kromkasini olib tashlayman, chunki tikkanda tortishib qolmasligi uchun 1 cm kromkani kesib tashlayman. Prostinada qattiq bo'lib chiqib qolmasligi uchun. Kromkalarni olib tashladik. Shu bilan prostinamiz tayyor. Buni ham taxlab olib qo'yamiz.